mental uy bu bizni aqliy uyimiz. Aqliy uyimizdagi hamma fikrlar bu bizni qonunlarimiz. Biz itoat qilayotgan qonunlar va natijamizdan bilsak bo'ladi. Qaysi qonunlarga itoat qilyapmiz? То есть yetishmovchilikda yashayapmizmi? Demak, yetishmovchilik qonuniga itoat qilyapmiz. Xiyonatdamizmi? Demak, xiyonat qonuniga itoat qilyapmiz. Xafamizmi? Demak, shunaqa xafagarchilik qonunlari bor. Bular hammasi agar shunaqa разрушительный deydi, halokatga olib keluvchi qonunlar bo'ladigan bo'lsa, сразу, вот прям сразу tanangiz buni natijasini ko'rsatadi. Прям сразу. Ayniqsa mana hozir e'tibor beringlar-da. Sentyabr, oktyabr oyida judayam hozir nima ko'p? Virus ko'p deyapsizlar. Shamollash ko'p, tomoqlar yo'layapti, tam kukullar qilinyapti. Qayerdan paydo bo'ldi bu kasalliklar? Nima, oktyabr bo'lganligi uchunmi, kuz bo'lganligi uchunmi, salqin tushganligi uchunmi? Sizlar shunaqa deb o'ylaysizlarda. Aslida bu yig'ilgan yilning oxiri, yil davomida yig'ilgan nafratlarning natijasi, xafagarchiliklarning natijasi, gapira olmayotgan gaplaringizning natijasi. Yiring, har doim yiring. Bular hammasi nima? Bu gnoy degani har doim ichdagi illat fikrlar degani. Bu oshkora fikr bo'lishi mumkin-da, buni oshkora aytayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin oshkora ayta olmaysiz, tilingizda jonim assalom deysiz, ichingizda nafratlanayotgan bo'lishingiz mumkin, ichingizda bu illat bo'lishligi mumkin. O'shaning uchun eng opasniy so'z, unutmanglar. Bu judayam xavfli so'z. Bu judayam nima deydi? Opasniy so'z degani kasal bo'lganda ozgina dam olay, haligi ruschasiga отлежать, dam olib yotib olsam tuzalar, ozgina charchagandirman, keyin tuzalarman. Eng opasniy so'z. Ana shu отлежать qilganingizda, dam olayotganingizda kasalligingiz sizga как будто бы tuzalayotganga o'xshaydi. Как будто бы shifo topayotganingizga o'xshaydi, как будто бы dorilar bilan siz shifo topganga o'xshaysiz. Yo'q. Siz bilan birga kasallik отлежать qilib beradi, birga yotadi. Siz bilan birga dam oladi. Keyin endi harakatga tushganingizda, keyin siz kutmagan joyingizdan lop bitib chiqadi. Tushundingizmi? O'shuning uchun men har doim aytaman, esinglarda bo'lsa, ovozim chiqolmasa ham mana klubda qatnashganlar bor. Ovozim chiqmayapti, ovozim o'tirib qolgan, вообще o'tirib qolgan. Ana o'shanda ham pishat qilib efir qilardim. Pishat qilardim. Tushunyapsizmi? Yo'q, ovoz yo'q. Yoki istimalasam ham men dars qilaman. Istimalasam ham chiqib tam uy ishlarini qilaman. Umuman отлежать yoki dam olishligim kerak degan narsa yo'q. Nega? Chunki отлежать qilsam yoki dam olsam men bilan birga dam oladi. Yana o'sha kasallikning boshi, то есть kasallik o'z-o'zidan boshlanmaydi. Boya aytgandek, kasallikning boshi bu yoki nafrat, yoki hasad, yoki rashq, yoki adovat, yoki afsus va eng katta, bilasizlarmi? Men ko'p gapiraman. Rilslarimda eshitasizlar, mana bundan oldingi rilsimda ham eshitdinglar. Eng ko'p menimcha misol keltiraman, darslarimda постоянно bu narsani gapiraman. Yaqinda qor aka ham mana shu haqida ma'ruza qildilar. Mana shu oxirgi ma'ruzalardan bittasi tosh haqida. Va eng katta tosh bu afsus. Bu afsus. Aybdorlik hissi. Afsus, aybdorlik hissi, bular hammasi bitta narsa. Mana shular, mana imkoniyat bor, imkoniyat oqib kelyapti-da, imkoniyat hech qachon uzilmaydi insonda. Alloh taolo har doim yaxshi ko'rgan bandasiga har doim imkoniyatni beradi. Har doim. Lekin u imkoniyatni bizni bu ongimizda bo'ladi, bu toshlar. Ongimizdagi toshlar nima qiladi? To'sib qo'yadi. O'shuning uchun ham mana konsultatsiyaga kelganlar bilishadi, men oldimda o'tirganda qizishni boshlashadi. Har doim qizarib ketishadi,
qizishni boshlashadi. Ichim isib ketyapti deyishadi. Biram ko'zimni oldimda shunaqa ish bo'ladi. Nega? Chunki qon aylanayotganda inson qiziydi. Oyoq muzlashlar, bular qon aylanmayotganligidan, qo'lni uchini muzlashlari, bular qon aylanmasa, kровообращение deyiladi-ku, mana shunaqa bo'ladi. O'shuning uchun har bitta a'zoni o'zini vazifasi bor. Har bitta a'zoni o'zini missiyasi bor. Biz endi bu safar kursda nimani gaplashamiz? Bachadonni gaplashamiz. Chunki bachadon bu sizlar tasavvur qila olmaysizlar. Вот просто tasavvur qila olmaysizlar. Men sizlarga shunaqa bachadonni boshqa tarafdan ochib beraman, hayron qolasizlar. Bachadonda nima imkoniyatlar borligi va nima imkoniyatlarni o'zimiz ongsiz ravishda to'sib qo'yayotganligimizni. Tushunyapsizlarmi? Ongsiz ravishda, конечно, anglab emas buni. Aynan har bitta men buni ko'p aytib berganman. Bu qayerdan men bu narsani tushundim? Что bachadonda bu narsa borligini men bilasizlar. Men ChatGPT orqali kurs qilmayman yoki kimnidir kursini ko'chirmayman. Bu menga to'g'ri kelmaydi, bu o'zimga to'g'ri kelmaydi. Men o'zim qilaman kursni, o'zim yozaman kursni va qilgan kursimni men birinchi o'zimdan o'tkazaman. Rostdan ishlaydimi bu? Bu kurs ham bu yillar davomida kuzatuv orqali paydo bo'lgan kurs. Nega? Chunki men oldimdagi odamni har doim his qilayotgan narsasini o'zim tanamda his qilaman. Ko'proq ayollar bilan ishlaganda men aynan matkada nima deydi, bo'l, og'riq. Shunaqa vaqtlar bo'lganki, men kreslomdan sakrab turib ketgan vaqtlarim bo'lgan. Mana shu matkadagi bo'lga, matkadagi bo'l nima uchun bo'l bo'ladi? Matka bu prosta biz o'ylaymizki, bu prosta organ deb o'ylaymizda. Yo'q, bu arxiv. Bu arxiv. Har bitta tarixni saqlab turadi arxiv. Bu emotsiyalarning arxivi, bu holatlarning, bu ko'z yoshlarning arxivi. Ayol nimani yutgan bo'lsa, ana o'sha arxiv. Telesni, emotsionalni, energetik hammasi ana o'sha arxivda turadi. Nimalarni saqlaydi? Misol uchun, ongsiz yaqinlik bo'ladi. Bu haqida ham gaplashamiz. Bu aynan onglik, yaqinlik haqida. Ongsiz yaqinlik bo'ladi. Misol uchun, kimnidir ko'nglini olishlik uchun. Erinimi, bilmayman. Ko'p ayollar bo'ladi eridan tashqari. Ko'nglini olishlik uchun. Muhabbat yo'q. Majburlik bor. Yoki faqat bola tug'ishlik uchun yaqinlik. Bu yerda ham muhabbat yo'q. Lishbi. Yoki ovozi o'chsin deb yaqinlik. Yoki qo'rqqanidan yaqinlik, yoki pul bersin deb yaqinlik, yoki umuman yaqinlik yo'q. Agar onglik, yaqinlik bo'lmasa, u yerda muhabbat vibratsiyasi bo'lmaydi. Umuman bo'lmaydi. U yerda bo'l bo'ladi. U yerda qo'rquv bo'ladi, u yerda azob bo'ladi. Va matka bu narsani saqlaydi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bizda ayniqsa bizda o'zbekchilikda shunaqa narsa borki, keyin yaxshi ko'rib qoladi. Keyin sevib qoladi. Nikoh isitadi. Nikohdan keyin sevishib ketadi. Boshidagi yaqinlik bor-ku. U boshidagi yaqinlik muhabbat bo'lmasa qanaqa vibratsiyada bo'ladi? Boshidagi yaqinlik. Birinchi kecha degan narsa bor. Bu temalarni gapirishlik kerak, chunki bu temalar уже yillar davomida skritni tema bo'lib keldi. Shuning uchun ham bugun onglik, yaqinlik haqida bizda hech qanaqa informatsiya yo'q. Yo'q, hech qanaqa informatsiya yo'q. Tam gapirishyapti, 18+ temasi, pozasi, nachnushkasi, penyuari, u rangda, bu rangda. Balkim bu ham kerakdir, lekin bu oxirgisi bu. Agar ongda muhabbat bo'lmasa, hech qanaqa penyuar, hech qanaqa poza yordam bermaydi. Hech qanaqa. Tushunyapsizlarmi? Bugun onglik, yaqinlik haqida men misol uchun bu narsani institutda o'rganmaganman. Yoki men buni kimdandir eshitmaganman. Men buni yillar davomida, boya aytganimdek,
Yillar davomida men o'zim buni praktikovat qildim. Men o'zim buni ustida ishladim. Buni ustidan o'zim kuzatuv qildim. Buni ustidan nima deydi, nazorat qildim. Siklni buzilishligi nimaga? Matkani olinishligi nimaga? U matkam yo'q, menga matka kursi kerak emas, sizga kerak. Aynan matka olinganmi sizga kerak, chunki sizdan keyingi matichkalar bor, u sizning qizlaringiz bor. Bu hammasini sababi bor. Hammasini sababi bor. Aynan ongsiz yaqinliklar, majburiy yaqinliklarda nimaga olib keladi? Nimaga olib keladi? Yaqinlikda muhabbat bo'lmasa, u yaqinlik muhabbatsiz, muhabbatda bo'lmagan bola muhabbat taratadimi yoki nafrat taratadimi? Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun juda ham muhim. Просто bugungi kunda eng ko'p eshitadigan narsalarimiz, misol uchun travma, детский travma, tam zona komforta, yana nima gaplar ko'p eshityapmiz. Shunga o'xshagan gaplar, o'rtoqlar, bular hammasini sababi bor. Nimaga детский travma? Детский travmada bo'lganligingiz uchun mana shunaqa bo'ldi. Nega детский travma bo'lgan? Qayerdan paydo bo'lgan? Bu merosiy masala. Merosiy masala bu. Детский travma bu merosiy masala. Bolada, yosh bolada qayerdan xafagarchilik bo'lsin? Bola tug'ilib yig'layapti. Bola tug'ilib xafa qayerdan paydo bo'ldi bu? Nimaga? Bola tug'ilib yig'layapti. Nimaga yig'layapti? Inson qachon yig'laydi? Xursandchilikdan yig'laydimi inson? Yig'laydi, u ongli darajaga yetganda xursandchilikdan. Lekin chaqaloq u xursand bo'lgandan yig'lamaydi. Qayerdan paydo bo'ldi travma? Yoki zona komfortiga kirib olyapmiz. Nimaga zona komfortiga kirib olyapmiz? Nega zona komfortidan chiqishligimiz qiyin? Понимаете? То есть biz yuzida yuribmiz-da, yuzida yuribmiz. Buni glubinasini bilishlik kerak. Glubinasini bilishlik kerak. Glubinasini bilmasangiz, qaysi urug'dan bu narsa unib chiqqanligini bilmasangiz yuraverasiz. Daraxtning ustida mevasini qoqib, mevasini tushirib, yana keyingi sezonda yana u meva beradi, lekin daraxtning bitta xususiyati bor. Bitta xususiyati bor. Bu yil bitta bersa, keyingi yil 3 ta beradi. Bu yil 3 ta bersa, keyingi yil 9 ta meva beradi. Masalalarimiz ham shunaqa. Biz ustida yuribmiz, mevani tushiramiz, meva yoqmayapti, juda yaxshi hosil bermadi. Siz tomir ekkan urug'ingizni toping. Qaysi tomirdan bu narsa chiqayotganligini toping. Da, bu tema judayam katta tema. Bu judayam chuqur mavzu. Bu judayam vaqt talab qiladigan, inson haqiqatan ham buni anglashligi uchun vaqt talab qiladi. Bitta konsultatsiya yoki bitta kurs yoki meni bitta vebinarim, da, bu sizga srazu matkangizni tuzatib qo'ymaydi yoki siz srazu yaqinligingizni sifatli qilib qo'ymaydi. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Men hech qachon buni va'da ham bermaganman. Men har doim aytaman, instrument beraman, men mahsulot beraman. Va mahsulotni qanday ishlatishligingiz bu sizga bog'liq. Xohlang uni ishlating, xohlang uni shkafingizga solib qo'ying, zapasga qo'yib qo'ying. Xohlang eshitgan zahotiyoq uni harakat qilib, amalda qo'llashlikka harakat qiling. Ana o'shanda siz xohlagan holatga kelasiz. U просто tak gapirish, men go'zalman, men chiroylikman, men matkam toza deyishingiz bilan matkingiz tozalanib qolmaydi. Mana просто uyingiz kir turibdi-da, ustidan turib olib, sen poksan, sen chiroyliksan, sen tozasan, sen toza uyimsan deb o'tirsangiz, uyingiz tozalanib qoladimi? Hali aytasizlar-ku, men o'tiryapman, so'rayapman, duo qilyapman, hech narsa qilmayapsizlar. Shunda uyingiz tozalanib qoladimi? Yo'q. Nima qilishingiz kerak? Turasiz, harakat qilasiz, tozalaysiz. Qo'lingiz bilan biram haligi agar juda kir bo'lib ketgan bo'lsa, biram slishkam kuch berib tozalaysiz.
xuddi shunaqa. Matka ham shunaqa tozalanadi, ong ham shunaqa tozalanadi. Hayot ham shunaqa tozalanadi. Topgandan keyin nima qilishlik kerak? Savollar ajoyibda. Mana shunaqa. O'rtoqlar, topgandan keyin nima qilasiz? Undan voz kechasiz. Voz kechasiz. Yoqmayotgan bo'lsa voz kechasiz. Yangi xulq-atvor kerak. Yangi harakat kerak. Yangi yo'nalish kerak. Bo'ldi, unutinglar bunaqa narsani. Просто так haligi so'rayapman, kutyapman. Harakat qiling. Harakat qiling. Kasallikni tashqi lecheniya qilishlik bilan band bo'lmasdan ichki sababini qidiring. Tushunasizlarmi? Mana shunaqa o'rtoqlar, shuning uchun haligi inson uyg'onishligining etapi bor-da. Birinchi etapida ana shu birinchi etapida faqat yeb, ichib, uxlab, qornini to'ydirib, nafsini qondirib yurishlik bo'ladi. Bu hammada bo'ladi. Bu menda bo'lgan, bu akademiyada studentlarda bo'lgan, hammada bo'lgan. Lekin kimdir bu holatda qolib ketadi. Mana butun umr shunaqa yashaydi. Yeb, ichib, uxlab, nafsini qondirib, hayotiy vaziyatlarda shu o'zi ekan, mana shu ekan, hayotim peshonamga yozilgan ekan deb yuradi. Keyingi etap bu eng qo'rquvlar, vahimalar, xavotirlar, nafratlar ko'p ko'tariladigan etap. U ham normalniy etap. Mana shunaqa o'sadi inson. Kimdir mana shunda qolib ketadi. O'zini ayblab, xafa bo'lib, nafratlanib, bu etap ham kerak. То есть самое главное joyimizda turmaylik. Самое главное. Самое главное ko'nikib qolmaylik. Самое главное, haligi men akademiyada bu gapni ko'p gapiraman, zato degan gap bor. Zato degani ruschasiga bu zato deyiladi, o'zbekchasiga tarjimasini o'ylab ko'rishim kerak. Haligi gap borki, zato не пешком. Zato не пешком. Zato yashayapman-ku. Zato, tushunyapsizmi? Undan buyukrog'ini, undan kattarog'ini hayotingizga kirishligini xohlamaysizmi? Xohlaysiz. Xohlaysiz. Hamma xohlaydi. Insonni bunga moyilligi borligi bu uning haqiqati. Bu inson shunaqa yaralgan, bekamko'slikda yaralgan. Xohlaysiz. Lekin chumadan og'ir. Tushunyapsizmi? Chumadan borku, o'sha chumadan og'ir. U chumadanni ko'tara olmaymiz. Biz uchun kimdir qilib qo'ysin da tekin olay, tekin eshitib olay. Tekin hech qachon, men har doim aytaman, tekin yo'qmaydi. Natijasi ham bo'lar. Aytyapsizlar-ku, tekin eshitsam ham natijasi bo'lar. Lekin bu sizniki bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Unga vklad bermadingiz. Unga hissa qo'shmadingiz. Nimada shariat qonunida bitta nima bor? Qonun bor. Men qora kimlargadir haligi savollarga javob berayotganda eshitib qolaman-da men. Sherikchilik biznesi haqida yoki umuman biznes haqida savollarga javob berayotganlarda eshitib qolaman. O'sha yerda ham aytadi-ku, albatta risk bo'lishi kerak deydi. Risk degani, то есть o'xshamasligi ham mumkin. O'xshashligi ham mumkin. Siz bilmaysiz. Lekin siz shunga qaramasdan harakat qilasiz. Tushunyapsizmi? То есть sherikchilikda siz birga kuyasiz. Pulingiz berib qo'ygan bo'lsangiz ham siz birga kuyasiz. Agar vdrug u sherigingiz kuyadigan bo'lsa. Nega?
Nega birga kuyasiz? Nega birga? Bu yerda ham sizni harakatingiz bor. To есть, pul berib qo'yasizda, u kuysa, u sizga pulni qaytarib berishga emas, sizni hissangiz qo'shilishi kerak. To'pato'g'ri aytyapsiz. Yo'qdan ko'ra bor-ku. Hech qachon ko'nmanglar. Zato degan opasniy so'zni ishlatmanglar. Zato bilan o'zinglarni yupatmanglar. Aldayapsizlar o'zinglarni.